Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythonda asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 20-qismlik darsimiz. Biz bu qismliqda shartlik bo'lak to'g'risida to'xtalamiz. Yangi hukm. Conditional block deydi. Yoki conditional yoki bu ne? If statement yoki boshqa tillarni o'rgangan bo'lsanglar. Shartlik jumla. Shartlik bo'lak. Bu nima degan gap deganda 19-asrda o'tgan bir angliyalik bir matematikchi va matematik Boole deb. U odamning ismi Boole. Bu odamning kashfiyoti nima deganda, kashfiyot ya'ni hukmi o'tirib qo'ygan hukmi. Ma'lum bir hukmlikning kemda to'g'ri yoki xatolik to'g'risida to'xtalgan. Andan keyin bu programma sohasi mush odamni qo'shgan to'pisini xotirlash uchun har qanday bir programma tilidagi to'g'ri yoki xato bir ikkilik hukmlikni boolean deb atagan. Ash ismini xotirlash uchun. Boolean. Endi boolean degan nima desanglar? Yoki to'g'ri, true, yoki xato. Bundan foydalanib biz nurg'ulg'an programmalarni yoza olamiz, algoritmlarni ishlata olamiz. Masalan, o'zimiz oddiy bildigan 3 xil hukmlikni nima qilib baqay. Besh 0'dan cho'ng. Minus 1 1'ga teng. Minus 1 manfi degan gap. Agar minus 1'ni bilmaydigan bo'lib qolsa, odatda 0'dan tuvanni minus deb olamiz. 0'dan tuvan sonlarni. Ondan minus 5 kichik minus 100'dan. Mahkumni qarab baqayli. 4-qurda 5 0'dan cho'ng deydi. Buni kichik olim biladi, shunaqa 5 0'dan cho'nglikni. Demak, bu hukmlik qanda? True hükümlük. True. 5. qurdikisi minus 1 bilan 1 teng mi deydi. Minus 1 bilan 1 teng emas. Shunaqmi? Chunki ma'noning bir minusi bor. Yoki 0'dan tuvan demakchi. Bu qanday bo'ldi shunga? Bu teng emas. False oldu. 6-chu minus 5 minus 100'ning kichik deydi. Bu to'g'rimi deganda? To'liq sizning matematikasini o'rgangan bo'lsanglar, buni to'g'ri xatoligini bila olasizlar. Uni o'rganmagan bo'lsanglar chiqsa yo'q. Odatda 0'dan kichik sonlarni, barliq 0'dan kichik sonlarni manfi son deymiz. Oldiga bir ilish sizqini qo'yib olamiz, uni minus deb qo'ydi. Minus 1 mesela, man minus 5, minus 100 deb. 0'dan kichik sonlar 0'dan cho'ng bo'lgan sonlarga qaraganda, ya'ni musbat sonlarga qaraganda tartib bo'ladi. Masalan, 1 2'dan kichik 0'dan cho'ng sahada. Ama 0'dan kichik sahada minus 1 minus 2'dan cho'ng, kichik emas. Shunga kichik cho'ng bo'ladi. Minus 5 minus 100'dan kichik degani bu xato. Minus 5 minus 100'dan cho'ng. Buni yurgizsak, mana true false false. Faqat mush hukmlikdan to'g'ri, qolgan xato demakchi. Mushini program tilida true or false edi. Buning sonliq ma'lumot tipi boolean. Boolean. Endi naq gapga kelsak, ya'ni shartlik bo'lak degan nima? Shartlik if statement degan nima deganda? Buni ingliz tilida if'dan boshlaymiz, agar deb.
Eğer manda bolsa. Bu egerden yine bir şart kelish kerak. Şunu şartlık bölek deydi bunu. Bu şart qanday oldu? True or false oldu. Nölden çoğ, nölden kichik. Yoki ma'ningdan cho'ng, ma'ning doirasida bor yo yo'q, ma'ning ichida bor yo yo'q degandek. Buning men bir misol olay. Twitter'ni bilsizlar. Twitter'ninki xat yozishiki har burun 140 da 140 deyishib ketib qolsa Twitter'ni yo'lluq olinmaydi. Cheklam qilib qo'ygan. Masalan, bir tweet yozdinglar Twitter'da. Uning ma'lum bir xat yozdinglar deylik. Bo'shliqni o'z ichiga oldi. Burun chekkanda 140 da 141 bo'lib qolsa yozolmaydi. Bu shuni shartlik jumla deysiz bakalım shuni algoritmini. Agar mush Twitter'ning ichidagi son, xatlarning soni 1 2 3 4 140 biz bunda sanab o'tag'ilmaydi. Programmani qanday qilamiz? Biz o'rgangan. Len deb bir metod o'rgangan. Ichida qancha element borligini deb bilgan. Mushu 140 dan kichik bo'lsa 140 ning qanda o'z ichiga oladi tang. Ma bir shart hozir, ma bu true or false dan bo'ladi. Bu nimaga asosan bo'ldi? Ma'ning soniga asosan bo'ldi. Bo'lib qolsa print qanda? Masalan, tweet allowed. Tweet atqılı bo'ladi demekçi. Tweet yo'llig'i bo'ladi. Agar unda bo'lmasa-chi, unda bo'lmasa degan gap 140 dan cho'ngib ketib qolsa, buni qanday? Else shundaqmi? Uni else deymiz. Shartli jumlaningki qurilmasi shu if else. Agar manda bo'lsa, manda bo'lmasa else degan gap. Unda bo'lmasa, ya'ni bo'lmasa degan gap 140 dan cho'ng degan gap. Odatda ma if bilan else tangdash bilak bo'lg'achqa biz ma'ni bo'shliqni cho'qim tang qilishimiz kerak. Else andan hech qanday shart yozmaymiz else ga. Andan qanday? Tweet not allowed. Tweet atanmaydi degan gap. Ya'ni agar buni oddiy tushuntirsam 9-qurdan 12-qurga qaranglar. If agar ma shartli qanoatlandirsa degan gap true bo'lsa degan gap. Ma kodni ijro qil degan gap. Osti qarmaydi, faqat mush kodni ijro qildi. Shartli jumlada. Unda bo'lmasa ma kodni ijro qil demekçi. Ahvolga asosan buning qo'llanishchanligi bek yuqori. Unda bo'lsa, masalan, ma'ning qancha soni borligini tep chiqsak, masalan, buni length deymiz-ku, qanchalik harf borligini. Men unda qilmay bevositani print qilay. Tweet. Yurgizsam 64 gen soni tweet allowed dedi. Chunki 140 dan az o'g'achqa tweet allowed. Endi 140 dan chiqib ketib qolsa-chi? Masalan, mana bir tweet yozdinglar deylik. Yo'llasanglar yo'llamda tweet not allowed. Mushunchalik ham Twitter mush algoritm ishlatib qo'ydi. Siz yo'llayolmaysiz, chunki soni 192 ko'p ketdi degan gap. Shartlik bo'lak deganmi shu? Shartlik bo'lakmi shu? Hamda yangi bir nima quringlar Python hujjatdan birini. Ma'zur men 400 km ishlatyapman. Sizlar Visual Studio Code'dan birini quringlar. Yangi misol ko'ramiz. Masalan, termometr qaraysizlar. Yoki temperatura deylik. Temperatura qarsanglar necha ekan? Ma'lum bir son. Masalan,
34 degandik. Biz suvda suv qancha qaynaydi? 100 gradus qaynaydi. Normalda. Bazı igizliklerde 100'e yetmeyelim qaynaverdi. İgiz joylarda. Normalda 100 gradus qaynaydi. Shunaqa? Temperatura hozir suvning temperaturasi qancha? 34 qarsanglar. Qaynamdi, qaynamaydi. Shunga buni bir oddiy shartlik bo'lak yazsak, agar temperature demekçi, temperatura 100'den kichik olsa 99 kishi demekçi mana. 100'den kichik olsa water suv qanda qaynamadi. Suv qaynamadi inglizcha gap. It's not boiling. Suv qaynamadi deymiz. Yoki uyg'urcha hozircha uyg'urcha yozib turaverdi. Suv qaynamadi. Unda bo'lmasa ya'ni 100'den kichik olmasa demekçi, yani biz logikani o'ylagan chaqda. Ya'ni 100 101 degandik. Unda bo'lmasa, ya'ni 100 ga chiqqanda ham qaynaydi. 100 lam bo'lsa else suv qaynadi. Hozir men 34. Buni nima deb chiqarib turdi? Buni yurgizsak, suv qaynamadi deydi. Endi ma'ucha 99 kelsa temperatura o'rlab suv qaynadi bo'ldi. Suv qaynamadi ekan, 99 dan qaynamadi. Endi men 100 qilsaqchi suv qaynadi. Endi 100 qaynaydi demekçi. If else degan shu. Shartlik bo'lak. Hamda buni biz oldin qismliq darsda funksiya yozishni o'rgangan. Biz bir sonninki diqqat qilinglar. Taqson yoki jubsonligini tepbiralaydigan bir algoritm yazaylik, bir program yazaylik. Bir sonning taqson yoki jubsonligini. Buni qanday yozamiz? Shuna bir son bo'lsa, masalan taqson jubsonmi? Taqson. Masancho men bayan taqson debdim, qulunmaydi. Chunki kendik 4 o'g'aç qilan bu 2 ga butun bo'linishini atayin. Bu yerda biz logik o'ylaymiz. Ya'ni bir son 2 ga butun bo'lansa u jubson bo'ladi. 2 ga butun bo'lanmasa taqson bo'ladi. Shuning asosan logik yozamiz. Undasa funksiya shunaqa. Taqson or jubson. Or debdimi? Yoki jubson ne? Even dedi. Even number. Taqson ne? Odd dedi. Check, tekshirish degan gap. Men xalqat ism qo'yib oldim, qo'yib boraman. Urumchi deb qo'yasam bo'laverdi. Ism baribir. Faqat o'qib tushunishga boshqalar menda ko'rib taqchub check tekshiruvchi deganki ma kod manda uchun yozilibdi deb qaraydi. Bilalaydi. Buning ichiga bir son bo'lish kerak-ku, shunaqa. Yoki nam parametr nim bo'ldi? Son bo'ladi, shunaqa. And then funksiyaning ichiga hamda shartli jumla yozamiz. Bir son 2 ga butun bo'lindi, bo'linmaydi deganda nimadan foydalanamiz? Qoldiq amalidan foydalanamiz. Agar mush son 2 ga bo'linsa bo'lib qoldi, shunami? Ammo qoldiq deganda qanday? Persent belgisi. 2 ga bo'linib boshqa qo'yib qo'y. Buningki qimmati
nol olsa, yani qalduq qalmasa demekçi. Qalduq qalmasa nol oldu. Qalduq qalmasa even number. Jupsan deyen gep. Hem de qalduq nol olmasa deyenço. Yani manın qarşısı. Onda bolmay qap qalsa, qalduq qalsa, qalduq qalsa yani. Bunu biz else. Çünkü qalduq qalıdı, qanmaydı iş qılam ihtimallık var. O'ttirisi yo'q, üçüncüsü yo'q. Qilishi mumkin, qanmasligi mumkin degan olmaydi. Qaladi yo qanmaydi. Ma'u qaysi nimaning kodi? Jupsan bo'lgan, qaladi. Nima qalduq qanmaydi. Endi qalduq qap qalsa deganni qanda else deb qo'ysak ham bo'ldi. Odd number. Bu nim degan gap desanglar, agar bu san mushuk shart qanot ega bo'lsa, makotni yurgiz, ega bo'lmasa makotni yurgiz demakchi. Hamda yana boshdan boshlamsan olinmaydi, miyaga. Indentation back diqqat qilinglar. Hamda qanday qilamiz? Tekshiramiz uni. Even bu funksiyani chaqiramiz. Masalan, masaning taqsan jupsanligini qanday bilamiz? Yurgiz baqsaq. Odd number dedi. Ma taqsan kim? 0 taqsan mı jupsan mı? 0 jupsan. Even number dedi jupsan. 5 taqsan mı jupsan mı? Odd number olaş gerek. Odd number mana. Mushu algoritm. Yani oddiy koddan foydalanib yozayotgan qanda shartli jumla. Hamda ba'zi vaqtda shart jiqib ketadi. Ba'zi vaqtda ish xillan bo'lmaydi, shunaqa. Masalan, ayning asosi ayning soni qarab fasl aralaymiz, shunami? Ayning soni qarab fasl aralaymiz. Beşinci ay yaz mı, küz mü, kış mı? Onu bilaleymiz o. Biz bilaleymiz. Ama kompüterga aşına bir algoritm yaz değil. Yenidən bir bet qurunlar. Yani ayının sanığa asasen fəslini bilaleydan. Hüküm qılgan. Ayının saniye bu qalsa qanda months. Number dep alay. Mesela biz xalqan bir san birimizde 6-cı ay dep turaylı. Bek bir san kili demdi. Bununla biz bir funksiya yazaylı. Qaysi fəsllikini ayırıb bilaleydan. Fəslini İngilizce season deydi. Sen season checker dep qoy. Bununla bir parametr yırlaştırmız, bir san kiriş gerek bege. San. Çünkü ayının sanını kiriş geçken. Xalqancha yazib qo'ysak bo'ldi. Masalan, ay deb yazib qo'ysam bo'lardi. Agar ayninki sani bahar 3-cü aydan başlanır, şunaqa. 3-cü ay, 4-cü ay, 5-cü ay bahar. Bahardan başlaylı. Ma parametr bo'yicha ishlatamiz. Ay qanday bo'lib qolsa, tang 3 yoki 4 yoki 5. Buni yoki deganda or deymiz. İngilizce'de or. Ay 4 yoki ay 5 bo'lsa, bu şartda or degan gap mush xalqan bir qanoatlantiruvchi bo'ladi demakchi. Or xalqan birsi.
bahar. Endi menga else deb hizmet qilmaydi. Chunki bu bahar yoki qish deb ham ikkilam fasl yo'q. Hozir biz 4 fasl degandik ekan. Yana bir alqiliq so'z bor. Alif deydi. Alif degan nima deganda ma'noning tangdishi o'xshash. Biz birdan ortiq bir shart yozmoqchi bo'lsak, alif bilan yozamiz endi. I endi-chi oltda bo'lsa yoki I 7 bo'lsa yoki I 8 bo'lsa nima bo'ldi? Yoz. Ma bo'shliqqa bek diqqat qilinglar. Ma indentationga bu bo'shliq xato bo'lib qolsa ijro qilolmaysiz kodni. Ma'noda miyat 4 kod var, miyat 4 qurba, 4 bo'shliq, miyat 4 bo'shliq var. Yoz. Endi qanchinchi joyga keldik? 9 10. Ya'ni alif deb yozamiz. Agar I 9 10 11 bo'lsa, ma'ni manda yazsaq bo'ldi. Agar yoki ma'ni taqsirlik bilan yazsam bo'laverdi. Masalan, men sizning tushunishingiz uchun manda yozmadim. Agar I 9dan cho'ng 9dan cho'ng yoki tang yoki I qanda kichik yoki tang 11. Ma'ni bilan I tang 9, I tang 10, I tang 11 degan ikkisi o'xshash gap. Ma asarroq. Asım cheket. Bu nima bo'ldi? Kuz. Endi buning deyishib qolsa qanday bo'ldi? Qaysi ishib qoldi? 11 dan ishib qolsa 12 10 13 bo'lmaydi shunaqa. 12 1 2 bo'ldi. Ya'ni alif deb yozganimiz yaxshi. Ay qanday? Bu vaqtda tang 12 yoki ay tang 1 yoki ay 2. Chunki men mana tangsilik azay desam 12 dan cho'ng bir nimdan kichik degan olmaydi shunaqa. Chunki 13 14 degan olmagan ekan. Manda bo'lib qolsa bu nima bo'ldi? Qish. Qish bo'ladi. Hamda ba'zi odamlar bor. 15 16 deb kirgizib yutadigan. Masalan, ma'no o'rnicha biz yozgan kodimiz cho'qim xatolik yuz bermaydigan bo'lishi kerak. Xatolik yuz berib qolsa buni bug deydi. Kodda bir bug bor deydi. Xatolik bor, kamchilik bor deydi. Ash 16 17 deb kirgizib qilishni oldini olish uchun yana bir miyagni yozamiz. Uningdan boshqalar ne demoqchi miyadimda? Else endi keladi. Uningdan boshqalar bo'lib qolsa endi bezimiz uningdan boshqa san kirsa bir yilda faqat 12 ay bor deb ham askarchirib qo'ysak bo'ldi. 13 15 kirib qolsa-chi. Endi buni qanday chaqiramiz? Masalan, ma bir funksiya tugdi. Buning doirasidan keyin ichida bo'lmasa biz yana boshdan boshlaymiz. Bir nima yozganda. Endi buni chaqirsam masalan ko'paytirib, masalan menga parametr son beramiz. 45 deb ay yo'q shunaqa. 4-ay 12 3 0 man 3 demay 9 dey. Hozir 15-chi qurnim deb chiqish kerak. 45 deb kirgizib qo'ysam kuz deb chiqdi shundami? Kuz.
Bu 45 degan qanda? Küz bo'lmaydi. Nereden hatalar çıktı desanglar. Bu bir endi yazgan kodumuzda mesele var degan gap. Chunki 45 deb ay yo'q shunaqa. Keyin bo'lsa ishlasanglar defect yoki bug deydi buni. Buni o'zgartimiz. Nereden ketdim desanglar, küz ya'ni 9 cho'ng 11 dan kichik yoki bo'lg'achqa 45 qanundan cho'ng 9 dan cho'ng yoki degan gap nima desanglar, xohlagan birisi to'g'ri bo'lsam, to'g'ri bo'lib ketaverdi. Shu men miyaga cho'qim qanday qilishim kerak? And ishkilis kuchga ulash kerak deb yozishim kerak. Bu nima degan gap desanglar, ma'mu kuchga bo'lsa, anondan keyin qanday? Shuni ijro qil demoqchi. Endi yurgizib boqay. Endi chiqdi 1 yilda faqat 12 oy bor. 16-shu 4 nim bo'ldi ekan. Bahor, 12 qish, 9 kuz, 0 cho. 1 yilda faqat 12 oy bor. 0 ni kirgizib qo'ysam. Tushundingizmi? Endi eng oxirida xulosa versam, bu yerdagi and bilan or ne deptimi? And bilan or. Ma bek mühim so'zlar. Shartli jumlada. Bu nima desanglar? Masalan, sol taraf true, o'ng taraf true bo'lsa, bu or deganda true bo'ladi. Bu or degan gap ya solni qanoatlantirsa ya o'ngni qanoatlantirsa, mush ikkisining birisi qanoatlansa ham ostida kodni ijro qil demoqchi. Asosiy maqsad. Hattoki sol taraf yoki o'ng taraf birisi true, yana birisi false bo'lib qolsa-chi, yanlam ijro qilaverdi. Birisi ham to'g'ri bo'lsa ham, ashning ostida kodni ijro qildi demoqchi. To'rtinchi hemen cho'ng harf bilan boshlab qolibdi. True mana yani true chiqyapti deb orasida xato aralashib qolsa men ham true deydi, chunki men or o'g'achqa. Ammo mushuning o'zi true n deb qo'ysak, bu false bo'lib ketadi. Bu o'tkazmaydi. Bir xato bo'lib qolsa ham ostida kod ijro bo'lmaydi. Mana false bo'lib ketadi demoqchi. Or n degan shu. Bugungi darsimizgacha qayta mashq qilinglar. Bu shartlik. Bo'lak shartlik jumla bek muhim.